Bismillahirrohmanirrohim. O'z bandasini Masjidul Haromdan biz atrofini barokatli qilib qo'yganimiz Masjidul Aqsoga mo'jizalarimizni ko'rsatish uchun tunda sayr qildirgan zot pokdir. Darhaqiqat, u eshituvchidir, ko'rib turuvchidir. Ushbu Isro surasining 1-oyati karimada Alloh taolo o'zini o'zi poklab yod qilmoqda va bandasi Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Isro, ya'ni kechaning bir qismida sayr qildirgani haqida xabar bermoqda. Jobir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday deganlar: Quraysh meni Isro haqida yolg'onchi qilganida Hijrda Ka'baning yonidagi ma'lum joyda turdim. Alloh menga Baytul Maqdisni ko'rsatdi. Men unga nazar sola turib, ularga uning belgilarini aytib berdim. Muslim rivoyati. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: O'zimni Hijrning yonida Quraysh Isro qilgan joyim haqida so'rayotganini ko'rdim. Shunda ular men yaxshiroq tasabbut qilmagan narsalar haqida so'rab qolishdi. Qiyin ahvolga tushib qoldim. Hech bunday qiyin ahvolga tushmagan edim. Shunda Alloh nazar solishim uchun buni ko'tardi. Nima haqida so'rashsa, o'sha haqida javob qilaverdim. Va tahqiq o'zimni payg'ambarlar jamoasida ko'rdim. Qarasam, Muso tik turib namoz o'qimoqda. Tanasi yengil, jingalak soch kishi ekan. Xuddi Shanuaning erkaklariga o'xshaydi. Qarasam, Iso ibn Maryam alayhissalom ham tik turib namoz o'qiyapti. Odamlar ichida unga eng o'xshashi Urva ibn Mas'ud Saqafiydir. Qarasam, Ibrohim alayhissalom tik turib namoz o'qimoqda. Odamlar ichida unga eng o'xshashi sohibingizdir, ya'ni o'zlari. Shunda namoz vaqti bo'lib qoldi. Men ularga imom bo'ldim. Namozdan forig' bo'lganimda birov: "Ey Muhammad, mana bu Molikdir. U do'zaxning sohibi. Unga salom ber", dedi. Burilib unga qaragan edim, u avval menga salom berdi. Muslim rivoyati. Merojda Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan Jabroil alayhissalom ham birga bo'ldilar. Har osmonga yetganda u eshikni ochishlarini so'rar edi. Qo'riqchi farishtalar "Kim?" deb so'rashardi. "Jabroil" deb javob berardi. Ular "Yoningdagi kim?" deb so'rashardi. Jabroil alayhissalom "Muhammad" desalar, ular "Shundaymi? U payg'ambar etib yuborildimi?" deb eshikni ochib so'rashardi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam har osmonda bir payg'ambar va ko'plab farishtalar bilan ko'rishdilar. Shuningdek, jannat va do'zaxning holini ko'rdilar. Sidratul Muntahoga o'tib, Allohning malakut olamida ko'pgina ajoyibotlarini ko'rdilar. O'shanda 5 vaqt namoz farz qilindi. So'ngra ortga qaytdilar. Bo'lgan voqeani boricha u zotning o'zlari Ummu Xoniga aytib berdilar. Payg'ambarlar to'plandilar, ularga namoz o'qib berdim, dedilar. So'ngra masjidga chiqmoqchi bo'lib, o'rnlaridan turdilar. Ummu Xoni u kishining kiyimlariga yopishib oldi. U zot sallallohu alayhi vasallam "Senga nima bo'ldi?" dedilar. Ummu Xoni: "Agar bu xabarni aytsangiz, qavmingiz sizni yolg'onchiga chiqarishidan qo'rqaman", dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Yolg'onchiga chiqarsa ham mayli", dedilar. Chiqib borib, Abu Jahlning oldiga o'tirdilar va Isro xabarini unga yetkazdilar.
Shunda Abu Jahl: Bani Kab ibn Luay jamoasi, bu yoqqa kelinglar, deb baqirdi. So'ngra ularga bo'lgan gapni aytib berdi. Ular hayron bo'lib taajjubga tushishdi. Biri qarsak chalsa, boshqasi boshini ushlab hayronligini bildiradi. Iymon keltirganlardan ba'zilari dindan qaytib murtad bo'ldi. Bir guruh odamlar Hazrati Abu Bakr raziyallohu anhuni oldilariga yugurib borishdi. U kishi xabarni eshitganlaridan so'ng: "U zot shu gaplarni aytdilarmi?" deb so'radilar. Ular ha deyishdi. U kishi: "Agar u zot aytgan bo'lsalar, to'g'ri aytibdilar. Men bunga guvohlik beraman", dedi. Ular: "Shomga bir kechada borib, yana tong otmay turib Makkaga qaytib kelishiga ishonasanmi?" deyishdi. Abu Bakr: "Men u kishining bundan g'aroyibroq narsasini ham tasdiqlayman. Osmondan xabar aytishini ham tasdiqlayman", dedi. Shundan so'ng Abu Bakrni Siddiq, o'ta tasdiqlovchi deb atay boshlashdi. Odamlarning ichida Baytul Maqdisga borganlari ham bor edi. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'sha yerdagi masjid, ya'ni ibodatxonani sifatlab berishlarini talab qilishdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga masjid ko'rsatildi. U kishi sollallohu alayhi vasallam ularga masjidni, ibodatxonani vasf qila boshladilar. Ular: "Ammo vasfini to'g'ri qildi. Sen bizni karvonimizdan xabar ber", deyishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularning karvonidagi tuyalar soni, ahvoli haqida to'liq xabar berib, nihoyasida karvon falon kuni quyosh chiqish paytida yetib keladi. Oldinda kudrang tuya bo'ladi, dedilar. O'sha kuni hamma shahar chetiga chiqib, karvon kelishini kuta boshladi. Ulardan biri: "Mana quyosh ham chiqdi", dedi. Boshqasi esa: "Mana Allohga qasamki, karvon ham ko'rindi. Oldinda Muhammad aytganidek kulrang tuya kelmoqda", dedi. Ammo shunday bo'lsa ham ular iymon keltirishgani yo'q. Isro hodisasi buyuk mo'jiza edi. Buni bilgan odamlar iymon keltirishlari lozim edi. Ammo ular iymon keltirishmadi. Isro va Miroj voqealari orqali Alloh taolo Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning oddiy yo'lboshchi emas, butun anbiyolar jamoasining a'zosi ekanlarini e'lon qildi. U kishi biror davlat yoki ayrim xalqlar uchun yuborilgan rahbar emas, samoviy ta'limot orqali butun dunyoni ikki olam saodatiga boshlovchi payg'ambarlarning oxirgisi ekanlarini e'lon qildi. Isro va Mirojdan keyin Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'zlarini ochiq ravishda turli qabilalarga tanishtirishni, ularni islomga chorlashni boshlab yubordilar. Ahli sunna va jamoa aqidasining muhim qismi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Isro va Mirojlariga, uyg'oqliklarida jasadlari bilan Baytul Maqdisga borishlari, u yerdan osmonga va undan Alloh taolo xohlagan joyga chiqqanlariga ishonishdir. Shu bois bu kechaning musulmonlar uchun ahamiyati katta. Bu kechada qazo namozlari, xususan hojat namozlarini o'qib, Allohdan afv mag'firat va hojatlarini so'rash yaxshi ishlardan sanaladi. Ma'lumotlar Tafsiri Irfon kitobidan olindi.